Qadrdonlar, barchangizga xayrli kun. Sizlar bilan galdagi videoda ko'rishtirganimdan bag'oyat mamnunman. Mezboningiz har doimgidek men Dildora Jumanova, xalqaro toifali coach terapevt. Sizlar bilan bugungi uchrashuvda videolarimizga shu paytgacha kelgan savollarning ayrimlariga javob berib o'taman. Videoni boshlashdan oldin barcha savol, izoh, kommentariy, anglash, tushuncha qoldirgan har bitta ishtirokchiga o'z minnatdorchiligimni bildirib o'tmoqchiman. Chunki aynan sizning savolingiz, aynan sizning ma'lumotlaringiz mening bilimlarimni boyishida yordam beradi. Bundan tashqari, videoni boshlashdan oldin, hurmatli hamkasblar, agar siz yordamchi kasb egasi bo'lsangiz, bu yerda beriladigan ma'lumotlarga shunchaki ma'lumot sifatida yondashishingizni, bu ma'lumotlardan o'zingizning kurslaringizda darslik sifatida foydalanishingiz man etilishini yana bir marta eslatib o'tmoqchiman. Agar siz raqamli psixologiya bilan qiziqsangiz, bu ilmni kasb darajasida egallash uchun Suicide Training institutiga murojaat qilishingizni yana bir bor ta'kidlab o'taman. Endi keling, savollarga o'tadigan bo'lsak, izohlarga o'tadigan bo'lsak. Ziyoda Rahmatullayeva yozibdilar: rahmat, juda ham qiziqarli ma'lumot berdingiz. Mani akam 1-yanvarda tug'ilganlar. Xuddi siz aytgandek, bo'ysunishni yomon ko'radilar. Ular doim moliyaviy tomondan qiynaladilar. Shunga nima maslahat bera olasiz? Ularni ishlarini yurishib ketishi uchun nima qilishlari kerak degan ajoyib savol kelib chiqdi. Qarang, opa singilni ehtiyot qilinglar, hurmatli yigitlar. Opa singingizdek sizga hech kim kuymaydi. Bu biroz bir lirik chekinish edi, lekin mavzuga qaytadigan bo'lsak-da, darhaqiqat birlarni qo'lida pul turmaydigan, minusda bo'lgan birlarni qo'lida pul turmaydigan odamlar, sababi birlar eng saxiy odamlar. Birlar hammasini o'zini odamlariga, ayniqsa o'ziga yaqin deb bilgan odamlariga tarqatadigan, sochadigan odamlar hisoblanadi. Nima uchun? Agar esingizda bo'lsa, birlar podshoh ongidagi odamlar dedik. Podshoh nima qiladi? Taxtda o'tirib olib, xalqiga beradi. Nima uchun? Чтобы xalqi uni bizning shahanshohimiz, siz podshohimizsiz deyishlari uchun. Shuning uchun birlar eng saxiy odamlar, ular hamma narsasini tarqatib, o'zlari hech narsasiz qolib ketadigan. Siz bizning shahanshohimizsiz, siz bizning boshimizdagi boshlig'imizsiz degan gaplardan boshqa hech narsaga ega bo'lmaydigan odamlar. Endi bu hazil qilib aytganda, demak, birlarni o'sha pullarda ish yurmasligining sabablaridan bittasi ham shu. Boshliqlarga quloq sola olmaslik, birovlardan gap eshita olmaslik, birovlarning instruksiyalariga amal qila olmaslik. Ular o'zlarining territoriyasiga, o'zlarining hududlariga va o'zlarining avtonom mehnatlari yuritadigan joylariga ega bo'lishlari kerak. Bo'lmasam, birovning qo'lida ishlaydigan bo'lsa, u boshlig'idan gap eshita olmay, buyruq eshita olmay qiynaladi. Shuning uchun u ishda ko'p qololmaydi. Birlar ko'p ishdan haydaladigan, ish sakraydigan odamlar hisoblanadi. Masalan, o'zimdan ham keltirib aytishim mumkin. Men rostdan ham juda ham ko'p ishimni o'zgartirganman, ko'p joylardan ketib, yo o'zim ketganman, yo meni haydab yuborishgan, to o'zimni o'rnimni, o'zimni ishimni topmagunimcha. Bir faqat o'zining avtonom mehnati orqaligina rivojlanadi. Boshqa joylarda ishlash, ayniqsa podчинениеda kimningdir qo'li ostida ishlash birlar uchun juda ham qiyin. Demak, yana savolingizga qaytadigan bo'lsam, nima qilishlari kerak ishlari yurishib ketishi uchun debsiz. Demak, birinchi masala o'zlarining territoriyalariga, hududlariga ega bo'lishligisi. Agar hududlariga o'zlari boshliq bo'lib, uni qilinglar, buni qilinglar deb buyruq beradigan положениеda bo'lmasalar akangiz, unda odamlarni bo'lishda ularni pullarini qisqartiradigan, ya'ni faqat o'ziga yaqin deb topgan odamlargagina xizmat qilish, faqat o'ziga bo'ysungangina odamlargagina yaxshilik qilishi orqali u odam, aytaylik, pullarini yoki bo'lmasam mijozlarini qirqadi. Agar siz akangiz nima ish bilan shug'ullanishini, ko'proq ma'lumotlarni berganingizda men ko'proq, to'liqroq qilib javob bera olgan bo'lardim. Lekin hozircha menga ma'lum bo'lgan ma'lumotlarga tayangan holda faqat shu narsani ayta olaman. Ya'ni bir bo'ysuna olmagani uchun bir joyda qolib ishlab keta olmaydi. Tabiiyki, bir joyda qolib ishlamaganingizdan keyin o'smaysiz. Ya'ni o'sish uchun, oyligingiz o'sishi uchun, lavozimingiz o'sishi uchun bir joyda qolib uzoq ishlashingiz kerak bo'ladi. Lekin birlar birovga bo'ysunib ishlay olmaydi. Shuning uchun ular o'zlari boshliq bo'lishligi kerak. Ularning o'zlarining buyruq beradigan hududi, territoriyasi bo'lishi kerak va ular avtonom mehnat orqaligina rivojlanishadi. Xo'p, pullarini yo'qotishlarining sababi esa ularni saxiyligida. Bu yaxshi yoki yomon narsa emas ko'rganingizdek-da, lekin saxiylik ham
bizni ortiqcha pulimizdan bo'lishi kerakda. Biz topgan pulimizga birinchi o'rinda o'zimiz loyiqmiz, keyin turmush o'rtog'imiz, keyin bola chaqamiz, keyin biznesimiz, keyin ota onamiz, keyin boshqalar bo'lishi kerak. Lekin agar biz minusda bo'ladigan bo'lsak, hisob kitobni bilmaydigan bo'lsak, tabiiyki bizga kim yaxshi gapirsa, ya'ni birlar haqida aytyapman hozir, birlarga kim yaxshi gapirsa, birlar ana shularga покровительство qilishadida, ya'ni ularni otasi bo'lib, ularni otaliqqa oladigan odatlari bor birlarning. Xo'p, keyingi savolga o'tsam, hurmatli ishtirokchi, ismingiz Ziyoda Rahmatullayeva. Savolingizga javob bera oldim, ma'lumot bera oldim deb umid qilaman. Keyingi savolga o'taman. Sultonbek yozibdilar, birlar ayniqsa kelin bo'lsa juda ham qiyin ekan. To'g'ri deb yozibdilar. Darhaqiqat birlarga qiyin. Bir kelinlik ham qiyin. Chunki aytganimdek, birlar o'zlari podshoh ongida, buyruq beruvchi ongda, ular boshqaruv uchun yaralgan odamlar, boshqalardan gap eshita olmaydi, instruksiya eshita olmaydi. Qaynona agar kelin mana bu narsani qilib qo'ying, men kiygunimcha mana bu narsa qilib qo'ying degan bir yaxshi gapda gapirgan bo'lishi mumkin. Qaynona o'zicha chiroyli to'nda mehribon bo'lib, mehr bilan qizim deb aytdim deyishi mumkin. Lekin bir kelin buyruq deb eshitadi, eshitolmaydi, bo'ysunolmaydi. Так что да, gapingiz to'g'ri. Birlar kimga bo'ysunadi, kimga eshitadi desangiz, bu savolga javob bor. Birlar uchlarni eshitadi va uchlarga xo'p deya oladi, faqat uchga. Keyingi savolga o'taman. Ikkilar haqida уже savolga kelamiz. Demak, birlarni ikkitasini hozir qisqa qilib, kichkina qilib tahlil qilib berdim. Ikkilarga o'tamiz. Komiliddin Abdiyev savol berdilar. Men 1-oktyabrda, xo'jayinim 11-noyabrda tug'ilgan. Birga bir to'g'ri kelyapti. Xo'jayinim ikkilanadi. Men ancha muncha dangalman. Qarang, bu yerda ikkilarga ham aloqasi bor bu ma'lumotning, birlarga ham aloqasi bor. Mana ayol kishi birinchida to'g'ri kelgan ekan, birinchida tug'ilgan ekanlar 1-oktyabrda, turmush o'rtoqlari 11-noyabrda. Demak, bular bir bo'lar ekanlar, turmush o'rtoqlari ikki bo'lar ekanlar. Bir dadil birinchi bo'lib oldinga qarab ketadigan odam, ikki esa doim ikkilanadigan, shubhalanadigan, ikki yo'lni doim o'rtasida bo'ladigan odam. Хорошо. Demak, ikkilar bilan davom etamiz. Abdulmalik yozyaptilar. Adashtiz, 29da tug'ilganman, 3 marta ishdan ketdim debdilar. То есть ikkilar исполнительный, ijrochi, hamma narsani yaxshi bajaradigan, eng послушный ishchilar degan bir ma'lumotni berib o'tgan edim. Demak, bular Abdumalik yozyaptilar. Adashtiz. Men 2man, ya'ni 29-sanada tug'ilganman, lekin 3 marta ishdan ketdim. Ya'ni qo'pol qilib aytganda, давайте to'g'risini aytamiz. 3 marta ishdan haydaldim deng. Nima uchun ishdan haydalganingizni sababini ko'rib chiqishimiz mumkin. Ikkilar doim tushunishga harakat qiladi. Nima uchun tushunishga harakat qiladi? Chunki tushunmaydi. Agar tushunganda edi, deb ko'p savol beravermagan bo'lardi. Ikkilar tushunishga harakat qilgani uchun ham ko'p savol beraveradi. Shuning uchun ikkilar boshliqlarni nazdida mijg'ov, ko'p savol beradigan, ko'p ikkilanadigan, deb buksavat qiladigan ishchi bo'lib ko'rinishligi mumkin. Endi siz agar 3 marta ishdan ketgan bo'lsangiz, qanaqa joyda ishladingiz? Ikkilar juda ham yaxshi sekretar, kotib, aytgan ishni bajaradigan odamlar. Lekin sizdan aytaylik, savdo qilish, qo'ng'iroqlar qilish yoki hisob kitob qilish talab qilingan bo'lsa, siz bunaqa ishni tabiiyki ishlolmaysiz. Siz diplomatsiz, sizga faqat odamni eshitib, tushunib, xo'p deb vazifalarni bajarishda yaxshisiz. Ya'ni mana shu narsalarni yaxshi uddalaysiz. Ну, естественно, sizdan agar sotuv talab qilingan bo'lsa, nima qilishim kerak, qanaqa qilishim kerak, qachon qilishim kerak degan savollarni beravergan bo'lsangiz, tushunish uchun. Вот отсюда kelishmovchilik kelib chiqadi, da? Ikkilar, agar mana shu ma'lumotlarda o'zingizni ko'rgan bo'lsangiz, izohlarda albatta o'z fikringizni qoldirib keting. Keyingi savol. Gulnora opa Yo'ldosheva. Rossiyada yaqin dugonam 20-yanvarda tug'ilgan. Boshliqni yomon ko'rishini ochiq aytadi. Oylik yaxshi to'lagani uchun ishdan kechmaydi. Yaxshi oshpaz boshligini ketib qolaman deb manipulyatsiya qilishini ham kuzatganman-da. Vot qarang, ikkilar manipulyatorda, ular qayerda foydasi bo'lsa, ana shu munosabatlarda qolishda davom etaveradi. Munosabatlar ularga yoqmasa ham, ya'ni mana hozir ish munosabatini aytyaptilar-da. Munosabatlar yoqmasa ham, ikki недовольный bo'lsa ham, ishidan qoniqmasa ham, lekin u yerda foyda bormi? Oylik bormi? Demak, bu ishda qolishda davom etib ketaveradi.
Munosabatlar qanchalar qoniqarsiz bo'lmasin, lekin bu munosabatlardan foyda bormi? Bu munosabatlardan ikki kechmaydi. Xuddi shunday qilib, qachonki tanish bilishlikdan, aloqalardan bir foyda bormi? Ikki, bu aloqalarni yomon ko'rsa ham, shikoyat qilsa ham, nolisa ham, to foyda bor ekan, kechib ketmaydi. Tak, rahmat Gulnor opa. Qoldirgan izohingiz uchun, sharhingiz uchun. Demak, biz uchlarga o'tamiz. Qurbonboyeva Feruza: 3-sanada tug'ilganman. Hamma narsaga qiziqaman va darrov o'rganaman. Birovlarga o'zim bilmagan holda chiroyli maslahat beraman. Keyin o'zimga o'zim qoyil qolaman. Ilohiy bilim, ilohiy qobiliyatga egaman, Allohimga shukur, lekin omadliman deya olmayman, debdilar. Qurbonboyeva Feruza: da omadli man deb bilmasligingizning sababi, uchlar ancha muncha qizg'anchiq. Ular yaxshi bilimlarga ega, lekin bilimlarini hammaga ham bergisi kelmaydi. Bilimlarini qizg'anib, faqat aqllilarga, faqat bilimimni qadriga yetadiganlarga beraman deydigan odamlar, ya'ni ular odam tanlaydigan, odam ajratadigan. Masalan, onglarning dasturlari birlari, agar esingizda bo'lsa, ular boshqa odamlarni menikilar va begonalarga ajratardi. Mana sizdan oldingi 1-yanvarda tug'ilgan ishtirokchini ozgina tahlil qilganimda, ularni pullarini yo'qolishining sababi, ular o'zimniki deb bilgan, yaqinim deb bilgan odamlarga pul sochadi. Siz ham xuddi shunaqa qilib odamlarni ajratasiz, faqat bilimni berishga kelganda. Ma'lumotlarni, yaxshi sifatli ma'lumotlarni sifatli, aqlli deb topgan odamlaringizgagina bergis keladi. Hammaga ham bergis kelmaydi. Shular ancha muncha qizg'anchiq. Mana shunisi bor. Odam ajratganimiz sayin bizni barakamiz qirqilaveradi. Odam ajratganimiz sayin topishimiz kamayaveradida. Biz agar 10 ta odamga berganimizda 10 ta odamdan ololgan bo'lardik. Lekin 3 da o'ylaydida, bu 10 ta odamning 5 tasi aqlli, 5 tasi tupoy deydi-da, 5 tasiga beradi, 5 tasidan oladi. Tabiiyki, agar 10 taga berganda 10 tadan olgan bo'lardi. Ana shunday qilib uchlarni omadi qirqiladi. Xuddi shunaqa qilib birlarni ham omadi qirqiladi. Xuddi shunaqa qilib ikkilarni ham omadi qirqiladida. Tushunganlarga bergisi keladi ikkilar. Tushunmaganlarga, tushunarsizlarga hamma narsani qizg'anadi ikkilar. Tak. Keyingi ishtirokchim Qurbonboyeva Feruza. Umid qilamanki, biron narsalarni ko'rsatib bera oldim va o'zingizni ko'rdingiz. Agar shunday bo'lsa, videoni tagida izohlarda qoldirib keting. Men keyingi savolga o'taman. Sayyora Murobidova: rahmat zo'r, sizdan iltimos 21 raqamining alohida passiv va aktiv tomoni haqida suhbat bersangiz oldindan rahmat, debdilar. Tak, Sayyora, savolingiz uchun rahmat. 21 raqamining qanday aktiv va passiv taraflari bor, savolingizni unchalik tushunmadim. Agar plyus yoki minusini so'rayotgan bo'lsangiz, bu haqda hozir aytib o'taman. Demak, 21-sanada tug'ilgan odamlarning ongining dasturi 3. Bular hamma narsani bilaman deydigan bilag'onlar, hamma narsada bilimga, tajribaga ega bo'lgan odamlar, ya'ni o'zlarining illyuziyasida ulardan zo'r biladigan yo'q. Eng zo'r biladigan ular hisoblanadi. Demak, aktiv tomoni agar plyus deb oladigan bo'lsak, plyusda uchlar o'ta g'amxo'r, mehribon, ya'ni g'amxo'r, birovning g'amini yeydigan odamlar. Bundan tashqari ko'p bilim oladigan va faqat o'zlarining bilimiga suyanadigan odamlar. Boshqa birovning fikriga, boshqa birovning gapiga, kitobdan o'qigan, kinodan ko'rgan narsalarga emas, balkim o'zining bilimiga tayanadigan odamlar. Bu plyusda. Minusdachi? Minusda yalqov, bo'sh gapiradigan, ya'ni pustoslovniy va'da berib, va'dasiga amal qilmaydigan odamlar, yalqovlikka ketgan va azartga kirgan odamlar, ya'ni ko'rsatib qo'yaman deb, hozir mana shu narsani qilishim kerak, hozir mana bu narsani tagiga yetishim kerak deb, masalan, pul tikib, puliga kuyadigan odamlar. Demak, bu plyus va minuslari 21-sanada tug'ilgan insonlarning. Xo'p, Sayyora, savolingizga javob bera oldim deb umid qilaman. Men esa keyingi ishtirokchiga o'taman. Tak. Mavluda yozyaptilar: onam 31-da tug'ilganlar rostdan hamma narsadan kamchilik qildiradilar, lekin judayam kreativlar, yangicha qiladilar hamma narsani, ovqatlarni ham, deb yozibdilar-da. To'rlarga o'tyapmiz. Demak, to'rlar bu ijodkorlar, hamma narsani yangilashni xohlaydigan revolyutsionerlar, ya'ni bitta narsaga ko'nmaydigan, har doim bitta narsani mana shunday qilmaydigan, nimadir yangi qilishga, nimadir o'zgartirishga kirishadigan odamlar dedik. Qarang, o'rtoqlar, siz
bu odamlar hamma narsadan kamchilik topadi deb o'ylaysiz. Bu sizning illyuziyangiz. To'g'rilar unaqa deb o'ylamaydi. To'g'rilar men kamchilik qidiryapman, yomon tarafini ko'ryapman deb o'ylamaydi. To'g'rilar nima qilsamda buni yaxshilasam deb o'ylaydi. Mana shu kamchiligini aytish, chunki shunisini to'g'irlashimiz kerak deydi. Siz to'g'rilar doim yomonlikni ko'radi, doim negativga qaraydi deysiz. Bu sizning illyuziyangiz. Lekin to'g'rilar hamma narsani yaxshilashni xohlaydi. Ay, yomonini, kamchiligini aytmasak, qanaqasiga yaxshilaymiz? Ha, yaxshi bo'ladi, zo'r desak. Shunda qolib ketamiz-ku. Shunda qolib ketmaslik uchun biz uni aytaylik, kamchilik tarafini aytamizda. Shunchaki yaxshilashni xohlaymiz, shunchaki yangilashni va o'zgartirishni xohlaymiz. Yaxshiyam to'g'rilar borki, to'g'rilarning noroziligi borki, dunyo yangilanaveradi, yaxshi narsalarga ko'tarilib ketaveradi. Tak, keyingi savol. Manzuraxon, umr yo'ldoshim to'g'ri, haqiqat uchun ota bilan ham tortishaveradilar. Kreativni, qo'pol, chestni. Minusi rosa to'g'ri chiqdi. 13 chislodagi qaynonamga ham to'g'ri chiqdi, 22-dagi jiyanimga ham zo'r to'g'ri chiqdi debdilar. Xo'p, qarang. Demak, to'g'rilar kreativni ekanda, lekin to'g'rilarning to'g'rilar eng tili yomon odamlar desak ham bo'ladi. Ayniqsa missiya to'rga kelganda. Keyingi videolarda missiyalar haqida gaplashamiz, o'rtoqlar. Siz bilan missiyalar haqida gaplashmadik. Siz bilan shu paytgacha faqat onglarning dasturi haqida gapirdik, ya'ni ongning xohishlari haqida gaplashdik. Keyingi videolarda missiyalarga o'taveramiz. Demak, missiya 4 eng tili zahar missiya hisoblanadi. Umuman to'g'rilar про честность, про haqqoniylik uchun-ku. Shuning uchun ular biron narsaning не то tarafini ko'rishsa, ana shu narsani jimgina o'zlarida saqlab o'tirmaydi. No, это же nechестно. Yomon narsani yomon deyishim kerak-ku. Kamchilik bor joyda kamchiligini aytishim kerak-ku. Agar kamchilik bo'la turib men deb tilimga tiysam, ishlasam, это же nechестно. Bu haqqoniy emas-ku deb qaraydi to'g'rilarda. Shuning uchun aytganingizdek qo'pol deganingizga qo'shilamanda. Qo'pol emas, shunchaki ular to'g'risini aytib qo'ya qoladi. Sizni nazdingizda bu qo'pol, lekin ularning nazdida bu haqiqat. Men rostini aytdim, men to'g'risini aytdim. Yomon bo'lsa yomon deyman, yaxshi bo'lsa yaxshi deyman. Yomonni yaxshi deb, yo'q narsani bor deb aytmayman, deydi to'r. Lekin siz uni qo'pol deb o'ylaysiz. Tak. Nargiza Gadoyeva yozyaptilar. Nima qilishimiz kerak haqiqat bilan kurashmaslik uchun? Haqiqat bilan kurashmaslik uchun sizning haqiqatingiz mutlaq haqiqat emasligini tan olishingiz kerak. Sizning haqiqatingiz siz uchun mutlaq haqiqat, lekin dunyo nazdida mutlaq haqiqat emas. Xuddi shunaqa qilib boshqaning haqiqati ham o'zi uchun haqiqat. Ya'ni sizning haqiqatingiz bilan boshqa birov kelishmaydi. Nima uchun? Chunki u o'zining haqiqatini eng to'g'ri haqiqat deb biladi. Masalan, men yaxshi deb bilgan narsani siz yaxshi deb bilmasligingiz mumkin. Xuddi shunday qilib, sizga yaxshi bo'lgan narsa men uchun yaxshi bo'lmasligi mumkin. Siz to'g'ri deb topgan narsani men to'g'ri deb topmasligim mumkin. Bu degani sizniki to'g'ri, meniki noto'g'ri emas-ku. Yoki men biron narsani to'g'ri deb topsam, siz shu narsani noto'g'ri deb topsangiz, demak men sizga davay, mana men aytganim to'g'ri, deganim qanchalar to'g'ri? Qanchalar men o'zimni haqiqatim uchun kurashishim to'g'ri? Tushuning, hammaning o'zining haqiqati bor va hammaning o'zining haqiqati o'zi uchun to'g'ri. Boshqa birovlar sizning haqiqatingizni mutlaq haqiqat deb bilmaydi. Boshqa odamlar uchun o'zining haqiqati to'g'ri. Masalan, sizning nazdingizda qandoq deb aytsam, sizning nazdingizda odamlar to'g'ri gapirish kerak. Hech kim yolg'on gapirmaslik kerak. Hamma to'g'ri gapirish kerak va agar u haqiqat achchiq bo'ladigan bo'lsa ham haqiqatni aytish kerak. Bu sizning haqiqatingiz. Boshqa odam aytishi mumkin. Kimningdir jonini ayash uchun yolg'on gapirishing mumkin deyishi mumkin. Siz bu narsani noto'g'ri deb bilishingiz mumkin, lekin o'sha odam buni noto'g'ri deb bilmaydi. Yetkaza oldimmi? Umid qilamanki, juda ham chalkashtirib tashlamadim va bu narsalarni ajratib olishning imkoniyati bo'ladi sizda. Keyingi savolga o'taman. Demak, biz 5 lar haqidagi ma'lumotlarga yetib keldik. Zebuniso yozyaptilar. To'g'ri. Men ham 14-sanada tug'ilganman. Xuddi aytganingizdek shunaqaman. Faqat maqtanchoq emasman. Eng yomon ko'rgan narsam maqtanish va hasad qilish. Unaqa narsa yo'q menda. Tavakkalchiman. Qolgan hamma narsasi to'g'ri. Omad har doim ham emas debdilar. Qarang.
Beshlar omadli, beshlar fortuna, ya'ni omad ular tarafda bo'lgan odamlar deb aytgan edimda. Videoda shunaqa ma'lumot bor edi, lekin bular aytyaptilarki, lekin juda ham omadli emasman, lekin maqtanchoq emasman, deyaptilarda. Biz o'zimizni bilmaymiz, o'rtoqlar. Bizni boshqalar yaxshiroq biladi. Bizni boshqalar, ya'ni tashqaridan qaragan odamlar yaxshiroq biladi. Mana bu yerda videolarimiz tagida ko'pchilik yozganda, to'g'ri, rostini aytdingiz, qaynonamniki to'ppa-to'g'ri chiqdi, akamniki to'ppa-to'g'ri chiqdi, singlim xuddi siz aytgandek, ovsinim xuddi siz aytgandek. Lekin o'zlari kelganda, yo'q-da shu, bekorlar aytibsiz-da shu. Hammasi to'g'ri chiqdiki, mana shu yer o'xshamadida. Hamma joyi o'xshadiki, lekin mana shu joyi noto'g'ri chiqdi-da, deydi. Hamma odam o'zini bilmaydi. Bizga boshqalarni ko'rish osonroq. Boshqalarning hamma ikir-chikirlari ko'rinadi, lekin o'zimizning katta-katta muammolarimiz ham o'zimizga ko'rinmaydi. Bu yuzdan xonim, hop, siz nima deysiz shu? Siz uchun aytaylik, hasad yo'q, havas, maqtanish degan narsa yo'q. Siz oppoqqina mo'mingina qobilgina buratinasiz. Men noto'g'ri aytib qo'ydim. Hop, men xato qildim. Так, keyingi ishtirokchi katta o'g'lim 5-may 2005-yil rosa omadli. Vot qarang. Xuddi shu 5 haqida aytayotgan ikkinchi odam. Yuqorida bitta 5 nima dedi? To'g'ri, men 5-chi, ya'ni 14-sanada tug'ilgan 5man, lekin omadli emasman deyaptilar-da. Yana bitta ishtirokchim yozyaptilar. Katta o'g'lim 5/05/2005-yil tug'ilgan, rosa omadli. Ko'ryapsizmi? Bolaligidan ishi silliq bitadi. Texnicheskiy intellekt deganingiz ham to'g'ri. IT, programmist, ma'no qidiradi hamma narsadan-da. Ya'ni ma'nosi bormi? Bu narsani mantig'i bormi? Logika qidiradigan odamlar degan. Naborot ko'proq telesniy kontakt xohlaydi-da. Beshlar ota-onasidan, o'zini turmush o'rtog'idan telesniy kontakt xohlaydi, lekin boshqa odamlarning sochlarini silab, "Voy, qanday yaxshisan, voy, qanday chiroylisan" degan narsasini ko'tara olmaydi. То есть beshlar faqat o'zlarining yaqin odamlaridangina achum telesniy kontakt xohlaydi, lekin boshqalardan xohlamaydi. Boshqalardan irganadigan odamlar. Так, peshonamni ushlab qo'ying, issig'im yo'qmi deb so'raydi. Da, onasiga erkalanadi. Так, хорошо, Guli, izohlaringiz uchun rahmat. Biron narsalarni ko'rsatib bera oldim deb umid qilaman. Keyingi ishtirokchiga o'taman, keyingi savolga. Так, Gavhar yozyaptilar. Hamma men bilan gaplashishni yaxshi ko'radi. Beshlar haqida aytyaptilar. Esingizdami? Beshlarning tulpori kommunikatsiya dedik. Bular gaplasha oladigan odamlar dedik. Mana Gavhar yozyaptilar. Men bilan hamma gaplashishni yaxshi ko'radi va aytishadi, siz chiroyli gapirasiz deyishadi. Juda ham omadliman. Vot, peterka. O'zini tulporida uchayotgan peterka aytyapti. Men omadliman deb. Всё. To'g'ri, omadliman va birovga bo'ysunmayman-da. Birovga bo'ysunmayman deganingiz, mana birlar bo'ysunmaydi, lekin beshlar erkinlikni xohlaydi. Erkinlikni ta'minlagan odamni 5 eshitadi va bo'ysuna oladi. Erkinligini cheklagan odamni eshitmaydi va unga bo'ysuna olmaydi. 1 hech kimni eshitmaydi va hech kimga bo'ysunmaydi. 5 unga erkinlik bergan odamni eshitadi va unga bo'ysuna oladi. Так. Хорошо, oltilarga o'tdik. Dilfuza Yo'ldosheva qoldiryaptilar. 15-da tug'ilganlar ayrimlar shunaqa xudbin, folbinkash, oilani buzishda, ishda muvaffaqiyatingizni ko'rolmaydi, eridan qanoat qilmasdan hamkasblari bilan ko'ngilxushlik qiladigan, qayerda harom ish bo'lsa, boshida yuradigan ishda bilim salohiyati bilan o'rin olmasdan bilan taqdirlanadigan, xullas har tomonlama degan izoh qoldiribdilar. Dilfuza Yo'ldosheva minusda yurgan oltini ta'rifladingiz. Darhaqiqat minusda yurgan oltilar qasoskor, o'ch oladigan, bekitib ish qiladigan va hattoki qonunni buza oladigan odamlar hisoblanadi. Oltilar eng bekitib ish qila oladigan oltilar minusda. Plyusda bu odamlarga donishmandlik, zakiylik energiyasi bor bo'lgan, o'zini atrofiga imkoniyatlarni, pullarni chaqira oladigan, oson erisha oladigan odamlar plyusda. Minusda siz aytgan hamma sifatlar bor. Так, Aldi yozyaptilar, brilliant emas, lekin shesтерка deganingiz rost. Oltilar haqida yozyaptilar, brilliant emas, lekin shesтерка deganingiz rost deb. Oltilardan kuyganlar ko'p ekan-a. Так, keyingisi Frozen Minecraft.
Assalomu alaykum. Meni qizim 6-mayda tug'ilgan. Hozir 16 yosh. Har bir aytgan holatingiz hammasi mos va bir xil tushadi. Aytgan gapi bajariladi, ko'p uxlaydi, yaxshi sharoit talab qiladi va erishadi. Kerak joyda o'zinikini ma'qullatib qulay qiladi. Qarab tursam, men o'z qizimga hasad ham qilarkanman. 27 million kontrakt to'lab o'qityapti dadasi. Yana qulay sharoitda deyaptilar. Da, действительно, oltilarga havas qiladiganlar ham, hasad qiladiganlar ham ko'p bo'ladi-da. То есть qizingiz hali yosh, demak 16 yosh qiz. Естественно, ko'nglini xohishi bilan yurgan va xohishiga erishadigan yoshda. Okey, дальше. Уже 7larga keldik, xonimlar va janoblar. Akmaljonovich izoh qoldiribdilar. Dildor opa, man va to'ng'ich o'g'lim va singlim 16-sanada tug'ilganmiz. Faqat boshqa oylarda haqiqatdan o'zimni ko'rdim. Ya'ni 16-sanada tug'ilganmiz, faqat boshqa oylarda demoqchi. O'zimni ko'rdim, minuslarimni ham, pluslarimni ham. Rahmat, juda ham to'g'ri-da. 7lar daholik potensialga ega odamlar, lekin ularning daholigi va xarizmasi faqat plyusda ochiladi. Minusda bu odamlar xaos energiyasida bo'lgan, o'y hayollari tinimsiz, har xil keraksiz o'y hayollar bilan yurgan insonlar. Siz daholik potensialiga yetish uchun juda qattiq intizomda bo'lishingiz kerakda. Boshqa raqamlar huda bedna harakat qilib nimalargadir erishishi mumkin, lekin sizda daholikning ochilishi uchun faqatgina qattiq intizom. Ну, естественно, daholik hammaga berilgan emas, lekin hamma narsaning bahosi borda. Bahosi ham berilgan ne'matga yarasha. Lekin plyusda bo'lsanglar, intizomda, tartibda bo'lsangiz, siz intuitsiyangiz bilan 100% oldinda bo'ladigan ongga egasiz. Так, Nafisa Bobojonova yozyaptilar. Oldin ajratardim halol haromga. Hozir bilim olib qabul qildim deyaptilar-da. 7lar hamma narsani halol haromga, to'g'ri noto'g'riga, odamiylik emasga ajratadigan odamlarda. Bizning mana shu illyuziyalarimizdan qutqarib beradigan yagona narsa bu bilim va albatta o'zimizni tanishimiz va energiyamizni ko'tarishimiz, energiyamizni to'liq bo'lishi. Ya'ni biz agar plyusda bo'lsak, o'zimizga o'zimiz yetarli bo'lsa, ana shunda biz boshqa birovlarning energiyasiga muhtoj bo'lmaymiz. Ana shunda biz boshqa birovlarning maqtoviga muhtoj bo'lmaymiz. 7lar maqtovga muhtoj, maqtalmasa so'nadigan odamlar. Hamma narsani maqtov uchun qiladigan odamlar. Shuning uchun ham bu odamlar hamma narsaning zo'r bo'lishini, chotki bo'lishini, tip-top yuqori darajada boy, chiroyli, baquvvat ko'rinishini, masalan, sovg'a olsa ham $20-30 sovg'a olmaydida, yaxshi chiroyli sovg'a olishadi. Mehmon kutishsa ham, masalan, bitta osh bilan, bitta sho'rva bilan mehmon kutmaydida. Bular katta dasturxonlar yozib, ham shirinligi bor, ham первый, второй, третий, четвертый qiladigan odamlarda. Mana shu narsalar odamni charchatib qo'yishi mumkin. Mana 7larni charchatib qo'y. 7lar bu narsalarni maqtov olish uchun qiladi-yu, lekin kelgan mehmonlar uni maqtamasa, "Bu ovqatlaringiz shunaqa zo'r chiqdi, shunaqa zo'r mehmon kutib oldi, shunaqa zo'r birinchi, ikkinchi, uchinchi bilan mehmon qildi" degan gapni eshitmasa, so'lib qolishadi. Qachon so'lishadi? Minusda so'lishadi. Plyusda bo'lsa, bular shunchaki bu narsani o'zlarining genialniy bo'lganliklari uchun, daholiklari uchun qilganliklarini tushunib yetishadi. Хорошо. Keyingi shartga o'taman. Gulnor opa yozyaptilar. 16-chisloda tug'ilganman. Intuitsiya yaxshi menda, da, intuitsiya yaxshi, lekin plyusda bo'lsangiz, ya'ni intizomda, tartibda bo'lsangiz, intuitsiya 100% ishlaydi. Boshqa paytda intuitsiya 10%, 20%, 30% ishlashi mumkin, lekin plyusda u 100% ga ishlaydi. Moddiy dunyoni tushunmasligim aniq, chunki qancha ishlab pul topsam, har bir narsa yetishmasligi borda. Ya'ni qancha pul topsam ham baribir nimadir yetishmasligi bor deyaptilarda. Intizomga amal qilganman. Insonlarni halol haromga bo'lish bor bo'lgan. O'zimni xudo deb bilmaganman. 7lar men geniyman, men dahoman, men bu dunyoga qandaydir bir katta
bitta narsa uchun kelganman deyishadida, oddiy o'qituvchi bo'lib o'tib ketamanmi, oddiy doktor bo'lib o'tib ketamanmi, oddiy uy bekasi bo'lib o'tib ketamanmi deb mana shu narsalarga ko'nmaydigan yettilar. Men nima uchundir buyuk ishlarga kelganman deb har xil illyuziyalarda yuradigan odamlar. Moddiy dunyoni darhaqiqat tushunishmaydi. Nima uchun? Chunki ularning ongi duxovnostga charxlangan. Bu dunyoni yaralish qonun qoidalariga, ma'naviy taraflarga charxlangan. Shuning uchun ular voy bu pullar bu odamlarni ishi, людишкida kichkinagina odamlarni ishi. Biz pul deb o'chakishmaydigan, pul deb talashadigan odamlar emasmiz deydi yettilar o'zlarini. Yettilar dohiylikka, daholikka da'vo qilgan odamlar. Естественно, moddiy dunyoni tushunishmaydi. Shuning uchun bularning hisob kitobi yo'q. Hisob kitob bo'lmagandan keyin qancha keldi, qancha ketdi, bu narsalarni bilish qiyin. Sizga qancha bor, qancha yo'qligini bilishning yagona yo'li hisob kitob qilish. Yettilar hisob kitobni amalga oshirmaydi. Nima uchun? Chunki ularga pul muhim emasdi, ularga odamiylik muhim. Человечность, birovga yordaming tegishi, birovga foydali bo'lishing muhim deydi yettilar. Shuning uchun doim ularda materialniy, moddiy narsalarda, yutuqlarda kasaklar bo'lishi mumkin. Tak, biz 8larga o'tamiz. Shoira Shoymardonova yozyaptilar. 8lar ostida izoh qoldiribdilar. Shoira Shoymardonova. Qoyil 85% to'g'ri. 8lar esingizdami? 8lar mehnat, natija deydigan odamlar va samarali, samarasiz deydigan odamlar dedik. Sizdan samara bormi? Demak, siz samarali odamsiz, siz rezultativniy odamsiz, siz yaxshi odamsiz. Qarang, 7lar hech qachon bitta narsa bo'ldi, ikkita narsa bo'ldi, uchta narsa bo'ldi demaydi. Ular zo'r bo'ldi yoki yaxshi bo'lmadi deyishadi. 8ni gapini qarang, 85% to'g'ri deyapti. Ya'ni hisoblab chiqib 100dan 85i to'g'ri, 85i ma'no, qolgan 25% puch deb hisob kitobni qilgan odamda. Qarang, 8lar hisob kitob qiladigan odamlar degdik, hisob kitob toq odamlar dedik. Mana gap o'zini isboti bilan. Xo'p, keyingisi Gulasvat yozyaptilar. Men 26-sanada tug'ilganman. 8 raqamini ham yaxshi ko'raman. To'g'ri, o'qishga borib kelishim pulni hisob kitob qilishim bilan o'tadi bir qismi. O'zimni xafa qilishni xohlamayman, xafa qilmayman. To'g'ri aytyapsiz. 8lar umuman o'zini xafa qiladigan odamlar emas. Bular umuman o'zini xafa qilmaydi. Tak, yozyaptilar. Qulaylikni sevaman judayam. Da, qulaylikni sevasiz, chunki 26-sanada tug'ilgansiz. 2 bilan 6 bor shestyorkalar qulaylikni xohlaydigan odamlarda. No, qat'iy 8, mana yuqorida sizdan oldin javob berdi. Qat'iy 8. Qoyil 85% to'g'ri deb javob beryaptilar-da. Haqiqiy toza 8lar mana shunaqa samarali, samarasizga, rezultativniy, nerezultativniyga bo'ladigan odamlar. Хорошо. Так, rahmat. Da. Dilnoza Ibragimova yozyaptilar, ya'ni 8lar haqida. Voy, rost gapirdingiz. Uyda eng ekonom qiladigan men edim. Oyim haligacha aytadi, deyaptilar. Yashang. Ekonomni o'ylaydigan, hisob kitob qiladigan 8yorka. Tak, Nodira yozyaptilar. Meni qizim 26, lekin umuman teskarisi ish yoqmas. Hali 6-klass, mabodo kattaroq bo'lib o'zgarsa, Allohim aqlli, soliha, baxtli qiz bo'lishini tilayman. Sizni davringizda qizingiz hozircha ish yoqmasda, katta bo'lib, o'ziga o'zi kuni qolganda, oilani boshlig'i bo'lganda, bitta ro'zg'orni yuritish kerak bo'lganda, keyin, конечно, 8ligi ko'rinadi. Hozir sizni davringizda davr surib yurgan qizchada u, конечно. Tak. Keyingi savolga o'taman. 9larga keldik. Ozoda Xolnazarova yozyaptilar. Men 27-sanada tug'ilganman. Gaplaringizni eshitib rosa kuldim. Bu menman. Birovlarga yaxshilik qilaman doim, lekin hech qaysi rahmat aytmagan. Lekin menda juda ko'p yangi g'oyalar bo'ladi deb yozibdilar. Ozoda Xolnazarova, izohingiz, sharhingiz uchun rahmat. Darhaqiqat 9lar o'zining yordamini boshqalarga tiqadigan odamlar. То есть они заставляют и причиняют другим добро. Boshqalarga o'zlarining yaxshiligini
suqadigan odamlar, so'ramasa yaxshilik beradigan odamlar. Ko'pincha odamlar so'ramasa-da yordam beradigan, yaxshilik qiladigan odamlar. Sizdan so'rashmagan edi-da, yaxshilik qiling, menga yordam bering deb. Shuning uchun ko'rsatgan yordamingizga rahmat eshitmaysiz. So'raganda bersangiz, rahmat, yordam berdingiz, mana hech kim yordam bermayotdi, bitta siz yordam berdingiz degan gapni eshitasiz. Lekin sizlar, ya'ni to'qqizlar so'ramasa yordam beradigan, so'ramasa maslahat beradigan odam bo'lganingiz uchun odamlar minnatdorlik bildirmaydi. To'qqizlar mana shundan kuyadida. To'qqizlar jangchi, ular g'alaba uchun mehnat qilishadi. Rahmat eshitish uchun o'zlarining yordamlarini oldinga suqadigan odamlar. Tak, Madina Qurbonova yozyaptilar. Rahmat, meni katta qizim 9-dekabr, mana toza 9. Kimyo biologiyadan kursga boradi. Demak, to'g'ri tanlabmizda kasbi yo'nalishni. Хорошо, qarang, 9lar voyenniy ishlarga qiziqadigan, jamiyatga yordam beradigan ishlarda qiziqadigan va bular veterinariya, doktorlik kasbi va shunga o'xshagan kasblarga qiziqadigan odamlarda. Qondan qo'rqmaydigan, agar doktor bo'lishsa, jarroh bo'lishsa, zolotoy skalpel bo'ladigan, ya'ni oltin pichoq egasi bo'ladi. Endi xirurglar pichoq bilan so'ymaydi odamni, nima skalpel-ku, rus tilida skalpel, o'zbek tilida nima bo'ladi? Xullas, zolotoy skalpel, oltin skalpel egalari bo'lishadi. Tak, sharhingiz uchun, izohingiz uchun rahmat, Madina Qurbonova. Tak, endi kasbni to'g'ri tanlabmiz deyapsiz-da, to'g'ri tanlagan bo'lishingiz mumkin, lekin qizingiz albatta mana shu yo'nalishda ketadi degani emas. Qizingiz boshqa yo'nalishni tanlashi ham mumkin. Но в любом случае bu to'g'ri yoki noto'g'ri degan narsa emas. Bu в любом случае kasbga tushgansiz. Gulnoza Miraliyeva yozyaptilar. Men 9-chisloda, o'g'lim 27-chisloda tug'ilganmiz. Har doim kimgadir yordam qilaman. Qadriga yetmaganlarga qayta yordam qilmayman, xafa bo'laman. G'oya ko'p bo'ladi va birin-ketin amalga oshiraman. Boshlagan ishimni yaxshi natija beradi debdilar. Yuqoridagi ishtirokchim sizga g'oya haqida aytib o'tmoqchi edim. 9larning emotsiyasi ko'p. Ular emotsiyaga kelib, emotsiyada yordam berish emotsiyasini g'oyaga alishtirishligi mumkin. Bular yordam berishga charxlangan odamlar, lekin emotsiya ko'proq g'oyadan. G'oyani aytaylik, 1lar, 3lar, 5lar kengaytirishni, biznesni o'ylaydigan odamlar. Mana bularning g'oyasi sifatli g'oya hisoblanadi. 4lar maqsad yaratadi. Mana bunday qilinishi kerak, mana bunday bo'linishi kerak. Mana bu parda noto'g'ri turibdi, buni sal chetroqqa, chaproqqa surishimiz kerak yoki bo'lmasa mana bu rang mana shu yerga yarashmayroq turibdi, buni rangini boshqacha qilishimiz kerak degan sifatli g'oya va maqsad 4lardan chiqadi. 9lardan yordam berish g'oyasi chiqadi, boshqalar so'ramasa ham yordam beradi, rahmat eshitmasdan keyin xafa bo'ladi. Yordam beraverib qilgan yordamiga rahmat eshitmagan 9lar nima deydi? Senlardan hayvon yaxshi deydi. Tak, boshlagan ishim yaxshi natija beradi. Okey, yaxshi natija berishining sababi balkim sport bilan shug'ullanardirsiz. Qanaqadir shug'ullanadigan sportivniy ishingiz yoki bo'lmasa tartib, intizom va g'oya va bundan tashqari jamoangiz bo'lishi mumkin. 9lar jamoa bilan ishlaganda ishi o'nadigan va barakasi oshadigan odamlar hisoblanadi. Keyingi ishtirokchim Safuraxon Husanova yozdilar. To'g'ri, meni rahmatli dadam 9 edilar, doim hammaga yordam qilardi, lekin ko'p rahmat eshitmagani uchun xafa bo'lib qolardi. 9ni so'ndiradigan narsa rahmat eshitmasligi. Chunki 9 rahmat eshitish uchun qiladi, g'olib bo'lish uchun qiladi. Masalan, 8 qilgan yordamini pul uchun qiladi. Pul bersangiz 8 harakatga keladi, pul bermasangiz 8 harakatga kelmaydi. Bir podsho bo'lgani uchun, o'zining svitasi uchun, xalqi uchun qiladi. Ya'ni xalq uni podsho deyishda davom etishi uchun. 9chi? 9 odamlar rahmat deyish uchun qiladi. Rahmat eshitmasa so'nib qoladi. Dальше. Muhammad Rahim Hikmatova. Amir Temur, Alisher Navoiy, Umar Xayyom, Mirzo Ulug'beklar ham shu sanalarda tug'ilishgan ekan. Demak, ular ham boshqalarning g'oyasini amalga oshirishganmi yoki jangchi pozitsiyasida bo'lishganmi? Ular jamiyat xizmatida bo'lishgan. 9lar
jamiyat xizmatidagi jangchi dedik. Jangchi degani bu urushda qurol olib birovni yarador qiladigan odam emasku. Jangchi adolat uchun, hammaning hayoti yaxshi bo'lishi uchun kurashadigan odamlar. Kimdir qurol bilan kurashadi, kimdir tili bilan she'r yozib, asarlar yaratib kurashadi. Ya'ni jamiyatning xizmatida bo'ladi. Da? Okey, mana shunday qilib, hurmatli ishtirokchilar, sizlarning savollaringizga, ayrim savollaringizga javob berib o'tdim. Albatta, bitta efirda shuncha kelgan savollarga javob berib o'tolmayman, lekin Xudo xohlasa jonli efirlarda mana shu savollaringizni ko'rib chiqamiz. Keyingi efirlarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling deb qolaman. Sizlar bilan har doimgidek men Dildora Jumanova, xalqaro toifali coach terapevt bo'ldim.